Biznesmen aka-ukalarimiz uchun bu eng ideal variant bo'ladi. Ya'ni yangi chiqqan Damas 3 avtomobilimiz yuk tashish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ikki xil pozitsiyasi bor buning. Biri 2 lik motorlisi, biri 5 motorlisi. Bu ko'rib turganingiz biri 5 motorlisi, ya'ni bahasi 142 million so'm bo'ladi. Biri 2 lik motorlisi esa 134 million bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, batafsil ko'rsatib o'tib ketamiz. Salonlarni videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu ko'rib turganingiz pulti bo'ladi, ya'ni komplektida 2 dona pult, illaton, ochaton, knopkasi ham bo'ladi. Diskalarni kelsak 14 lik bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, balon almashtirishimiz ham shart emas toji. Atmosferli motor bo'ladi, ya'ni metan, propan bemalol ketaveradi. Hurmatli obunachilarimiz, endi salonga keladigan bo'lsak, saloni o'sha Damas 3. Ikki odam o'tiradi. Hurmatli obunachilarimiz, ko'rib turganlaringizdek konditsioner 6 skors bo'ladi. 1.5 motorlisiniki. Endi ortiga keladigan bo'lsak, lekin orti juda keng. Hurmatli obunachilarimiz, bemalol 1,5 tonnagacha yuk ko'tarib biladi deb turibdi. Ko'rib turganlaringizdek reshotkalar ajoyib etib yasab qo'ygan. Tiylarni to'shatib o'tirishlari shart emas, o'zi tayyor holatda. Hurmatli obunachilarimiz, kimgadir ana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Gurlan avtosalonimizga kelsangizlar, xudo xolasa tezlashtirib yaxshi xizmatlar bilan qilib beramiz.